Har kuni taom tayyorlash nafaqat zaruriyat, balki mehr va zavq bilan bajariladigan jarayondir. Har bir uy bekasi uchun eng muhim jihat bu qulay va ishonchli texnikaga ega bo'lish. Shu bois zamonaviy xonadon egalari oshxonalarida nafaqat ko'rkam dizaynga, balki xavfsizlik va qulaylikka ham alohida e'tibor qaratadilar. Siz ham taom tayyorlashda vaqtingizni tejashni, oshxonangizni bezashni va mehnatingizni yengillashtirishni istaysizmi? U holda Ideal brendining 38222N model stol usti gaz plitasi aynan siz qidirayotgan mahsulotdir. 38222N stol usti gaz plitasi zamonaviy oshxonalar uchun yangi imkoniyatlar yaratadi. Bu nafaqat texnika, balki har bir uy bekalari va oshpazlar uchun ishonchli hamrohdir. U orqali siz bir vaqtning o'zida bir nechta taomlar tayyorlay olasiz. Taomlarni kam energiya sarflab va xavfsiz pishirish imkoniga ega bo'lasiz. Mahsulotning asosiy ustunliklari: kenglik va qulaylik. 60 sm lik o'lchami bilan u har qanday zamonaviy mebel garnituraga mos keladi. Jami 7 kilovatt quvvat orqali siz taomlarni tez va bir xilda pishirish imkoniga ega bo'lasiz. Gazli konforkalar soni 4 ta, kichik idishlardan tortib katta qozonlargacha qadar qulaylik yaratadi. Mustahkamlik va ishonch. Jihoz to'liq zanglamaydigan po'latdan yasalganligi sababli uzoq yillar davomida o'z sifatini yo'qotmaydi. Bunday panjaralar esa 70 kg og'irlikka bardoshli bo'ladi. Avtomatik elektr o't oldirgich, qo'shimcha vositalarsiz, xavfsiz va tez yondiradi. Old tomondan boshqaruv paneli, qulay ergonomik tuzilish orqali har bir konforkalarni oson boshqarish imkoni. Texnik ko'rsatkichlari: qutisiz o'lcham 50-515-590 mm, quti bilan 130-600-645 mm, vazni esa 7 kg. To'g'risini ayting, axir har bir oshxona uchun qulaylik, ishonch va zamonaviy dizayn muhim emasmi? Bunday oshxonada nafaqat taom pishirish, balki haqiqiy kulinariya asarlarni yaratish mumkin. 38222N stol usti gaz plitasi esa aynan shu talablarga javob beradi. Undan foydalanish orqali siz taom tayyorlash jarayonini yanada oson, zavqli va o'zgacha qilasiz. Ideal sifat va ishonchlilik kafolati.